Assalomu alaykum. Bu darsda biz natural sonlar ustida arifmetik amallarga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Yig'indini topishimiz kerak bo'ladi. Bu misolni yechish uchun guruhlash usulidan foydalanamiz. Guruhlashda shunday guruhlash kerakki, bu sonlarni qo'shish natijasida oxirgi raqamlar yoki oxirgi raqam 0 bo'lishi kerak. Ya'ni guruhlash usuli bizga misolni tez va xatosiz ishlashga yordam beradi. Birinchi qavs ichida 27 ga 13 ni qo'shamiz. Bu sonlar ketdi. Ikkinchi qavs ochamiz va 39 ga 11 ni qo'shamiz. 27 ga 13 ni qo'shsak 40 bo'ladi. 39 ga 11 ni qo'shsak 50 bo'ladi. Va javobimiz 90 bo'ladi. Ikkinchi misolni ko'rib chiqamiz. 18 plus 39 plus 27 plus 12 plus 23. Bu misolni javobini topish uchun ham guruhlash usulidan foydalanamiz. 18 ga 12 ni qo'shsak, oxirida 0 bo'lgan son hosil bo'ladi. Birinchi qavs ichida 18 ga 12 ni qo'shamiz. Bu sonlar bizlarda ketdi. Ikkinchi qavs ochamiz. Ikkinchi qavs ichida 27 soniga 23 ni qo'shamiz. 39 sonini alohida yozib qo'yaveramiz. 18 ga 12 ni qo'shsak 30 bo'ladi. 27 ga 23 ni qo'shsak 50 bo'ladi. Va 39 ni ham qo'shib qo'yamiz. 30 ga 50 80, 80 ga 39 119 bo'ladi. Uchinchi misolni ko'rib chiqamiz. 38 plus 94 plus 12 plus 16. O'ttiz sakkizga 12 ni qo'shamiz. Ya'ni bu sonlarni guruhlaymiz. 38 plus 12. Bu sonlar ketdi. Plus ikkinchi qavs ichida 94 ga 16 ni qo'shamiz. 38 ga 12 ni qo'shsak 50 bo'ladi. 94 ga 16 ni qo'shsak 110 bo'ladi. Javobimiz 160 bo'ladi. Keyingi misol. 116 ga 37 ni qo'shamiz. 14 ni qo'shamiz hamda 43 sonini qo'shamiz. Bu misolda 116 soni bilan 14 sonini guruhlaymiz. Plus 37 soni bilan 43 sonini guruhlaymiz. 116 ga 14 ni qo'shsak 130 bo'ladi. 37 ga 43 ni qo'shsak 80 bo'ladi. Va javobimiz 210 bo'ladi.